Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Azizlar, barchamiz ro'za tutyapmiz. O'sha ro'za tutayotgan vaqtda ba'zi bir insonlar saharlikka turishdan erikib yoki saharlikka turolmay qolsam nima bo'ladi? Yoki saharlikka atiydan turmay qo'yaveradi. Turgizsa ham turmaydi. Nima desa, men nahor ro'za tutib olaman deydi. Ha, nahor ro'za tutsangiz, albatta salomatchilikka bir foyda bo'lishligi mumkin. Sababi kam taomlik insonning salomatchiligiga foyda olib keladi. Lekin saharlik qilishda baraka bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Tasahharu fa inna fis sahuri baraka." Saharlik qilinglar. Bu amr bilan hukm berib aytayapti. Qilsanglar yaxshi bo'ladi degani yo'q, balkim saharlik qilinglar. Sababi saharlik qilinish uchun tayyorlangan taomda baraka bor deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Boshqa bir rivoyatda keladi, saharlik qilinglar, hatto bitta xurmo bilan bo'lsa ham degan rivoyat ham bor. Albatta ulamolarimiz ikkita hadisni tatbiq qilib, ya'ni ikkita hadisni ikkosini jamlab turib tushuntirib beradi. Saharlik qilishlikda alohida baraka bor. Xurmo bilan saharlik qilishlikda alohida baraka bor. Ya'ni kim saharlikni xurmo bilan qiladigan bo'lsa, u insonni saharligida ikkita baraka topildi deb aytishadi. Demak, saharlik qilganning foydasi bor. Va ulamolarimiz aytadi, baraka degan so'zni tafsirida aytadi. Nima uchun baraka bor? Qanaqa baraka bor desa, aytadi, inson saharlik qilgan odam kechqurungacha odamlar bilan muomalada xush muomala bo'ladi. Odamlarga yaxshi muomalada bo'ladi. Inson qorni ochgan vaqtda inson sal bir yovvoyichilik sifat paydo bo'ladi insonda-chi. Qorni to'q bo'lib tursa, inson nima qiladi? Boshqalarga muloyim muomala qiladi. Gapirayotganda yumshoq gapiradi va kechqurungacha qiynalmasdan yaxshi amallarni qilishlikka Alloh imkoniyat beradi. Ammo saharlik qilmaganda ba'zi bir insonlar qiynalib qolib nima qiladi? Kechqurungacha uxlashi mumkin. Sababi qorni och, bundan ye desa yeyolmaydi. Lekin o'zini alahsitish uchun boshqa bir amallarni qiladi. Bekordan vaqti o'tib ketishligi ham mumkin. Shuning uchun azizlar, saharlik qilishlikka imkon qadar harakat qilaylik. Bir qultum suv bo'ladimi, bir dona xurmo bo'ladimi yeb olaylik. Albatta payg'ambarimizning hadisida bu juda bir katta hikmatlar bor.